Quyosh har doim sharqdan chiqadi. Endi esa kutilmaganda g'arbdan chiqdi. Va quyosh g'arbdan chiqishi bilanoq farishtalar o'zlarining qalamlarini tushirishadi. Endi hech qanday tavba qabul qilinmaydi. Hech qanday amallar qabul qilinmaydi. Duolar ijobat qilinmaydi. Bo'ldi. Bu yog'iga esa qiyomat kuniga tayyorgarlik boshlandi. Ba'zi rivoyatlarda quyosh g'arbdan 3 kun ketma-ket chiqishi kelgan. Bir kun chiqadi, ikkinchi kun chiqadi, uchinchi kun chiqadi. Keyin esa oldingiday sharqdan chiqishni davom etadi. Odamlar uchun bu alomat tushunarli bo'ladi. Odamlarning qalblariga qo'rquv tushadi. Ular iymon keltirishlari kerakligini tushunishdi, lekin endi kech. Hammasi tugadi, bo'ldi. Bundan keyin esa dabba chiqadi. Alloh azza va jalla aytganday, odamlar bilan gaplashadigan hayvon. Bu hayvon yerni kezib chiqadi. Zaif hadisda aytiladiki, bu hayvoniy vazifalaridan biri odamlarga belgi qo'yib chiqish bo'ladi. Bu mo'min, bu esa kofir. Bu mo'min, bu esa kofir. Va u bir qancha muddat odamlarning orasida bo'ladi. Bundan so'ng esa bu hayvon o'ladi. Keyin esa qiyomatning oxirgi katta alomati boshlanadi. Bu esa olov. Yerda suvga o'xshab harakat qiladigan olov. U haqida 2 rivoyat bor. Yoki bu olov Yaman dengizidan chiqadi janubdan, yoki boshqa hadisda aytilganday u yerning sharqiy qismida paydo bo'ladi. Umuman olganda bu olov odamlarni bir chetdan haydab keladi. Bu olov odamlar tunda yursalar birga yuradi, kunduzda dam olsalar to'xtaydi. Ya'ni yarim kun va yarim tunda u to'xtaydi va tunning oxirida yana yurishni boshlaydi va odamlar undan qochishadi. U ularga qarab qaynagan to'lqin kabi yurib boradi. Olov odamlarni oldinga quvadi. Shunday qilib u odamlarni yerning har tarafidan yig'adi. Ular bu dunyoni mahsharga yig'ilishadi va bu Shom yerlari. Va barcha odamlar Shomda yig'ilishgandan so'ng Alloh taolo yengil shamol yuboradi. Ipak kabi mayin shamol. Va har bir mo'min yoki qalbida zarracha bo'lsa ham la ilaha illalloh bo'lgan odam shamolni sezishi bilan vafot etadi. Bu shamol esib o'ldiraveradi, o'ldiraveradi, o'ldiraveradi va butun dunyoda biror mo'min odam qolmaydi. Yerdan Qur'on ko'tariladi va Allohning ismi bo'lgan barcha narsa ko'tariladi. Yerda mahluqotlarning eng yomonlari qoladi. Ana o'shalarning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Qiyomat qanday qoyim bo'ladi? Surning sohibi bo'lgan farishta. Uning ismi esa Isrofil. Surni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam paytida og'ziga olib kelgan va unga puflaydigan vaqtni kutib turadi. Shunday qilib og'ir sur chalinadi. Juda ham baland. Juda ham qattiq surga puflaydi. Juda baland tovush. Chaqmoq yerga urgani kabi yoki momaqaldiroqning tovushi kabi. Juda ham qo'rqinchli tovush. Uni eshitgan har kimsa qo'rqinchdan shu zahoti jon beradi.